2025-yil 23-noyabr Farg'ona mashina bozorida Cobalt narxlari bilan tanishib chiqamiz. Cobaltimiz 2021 100 necha ekan? 140 ming proyektda metan ballonlarda 10.200 dan tushib beramiz deyishyapti. Kraskamiz aka? Mashina orta eshikda petnov bor ekan. Cobalt 21-yil Cobalt narxi 10.500 so'm ekan. Bu yil Cobalt kraskamiz ustiga ko'rsatib olasizlar. 12.500 dan o'tib beramiz deyishyapti. 24-yil narxida 10.800. Chicha providni va petnovchalari bor. Probegimiz necha ekan? 84 ming probegda 24-yil Cobalt so'raganlarga buni so'raganga 2025-yil probeg 0 probegda narxini qancha dedingiz? 13 ming? 13.100 ga berishadi. Hamma narsa bo'lar. Keng bank hammasi bo'lar ekan. 26-yil Cobalt. Probegimiz 150 yurgan xolos. Holati zo'r. Ichi qora insonlarga dedi-yu, hozir mana hop qora Cobaltga qiziqqanlarga mana. Puli qanaqa aka buni? Ketaverdim. 14.5 ming puli bor odamga sotilar ekan Farg'ona mashina bozorida. 2 avtomat 11 ming kabi bor mana Cobalt 132 ming yurgan ekan. Balon holatlari yaxshi holatda. Oldida like bosib obuna bosaveramiz. 1800 dedim. 9200 puli boriga 19 a buni yili. 2019-yil Cobalt avtomat. Kraskamiz mashta chicha kraskasi bor ekan. Oladigan odam yana ustalarga ko'rsatib olmayapsizlar. Like bosib obuna bosishdan chiqasin. 24 Cobaltimiz 36 ming probegda 11.5 mingdan o'tib berishadi. Holati yaxshi holatda. Oraga ham o'xshaydi, o'zini boshqa sveti ham bor. Like bosib obuna bosamiz. Kanal obuna. 23-yil Cobalt kraskamiz narxi 11.5 mingdan o'tib berishar ekan. Like bosib obunani bosib qo'yaveramiz. 21-yil injektor probanda Cobalt. Probegimiz qanaqa edi? 165 ming yurgan probegda. Holati yaxshi. Kraskamiz ozgina kraskasi bor. Petnov degani o'zlar sizlarga ko'rsatib olaverasizlar. Aka narx qanaqa edi buni? 10.5 ming so'mdan tushib berishar ekan. Farg'ona mashina bozorida Cobalt narxlari. Buni 2014-yil Cobalt olaman, narxi arzonroq. Cobalt olaman deganlarga. Cobalt Farg'ona mashina bozorida. Probegi qanaqa aka buni? 301 ming probegda. Mexanika bu? Avtomat ekan. Mana motor holatlari. Narx qanaqa aka buni? 7800 dan beradi. 7800 dan o'tib berishadi. 7800, 7.5 ming puli bor odamlar Farg'ona mashina bozoridan Cobalt olib kelsalaring bo'lar ekan. 2014 ga 2015 mexanika bu. Mexanika Cobaltimiz. Holatlari probegimiz 300 mingdan oshiqroq ekan, tablo almashgan ekan. Kraskamiz 4 ta eshikda. Kraskasi o'chgani uchun kraska qilishgan, udar bo'lmagan, yaxshi holatda. Hakalarimiz, haka diskalarimiz. Balonlar 4 ta yumshoq balonda ekan. Narxi 6800 dan o'tib berishadi. 6.5 ming puli bor aka, kelib olib ketaverlar mana shu mashinani. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqadi. 152 ming yurgan Cobalt. Narxi 6.5 ming so'mdan o'tib beramiz deyishyapti. Holati 40% kraskada, balonlar 4 ta yumshoq balonimiz. 50% balonlar 50% da. Kraskasi ham 40% kraskasi bor ekan, lekin udar avariya bo'lmagan. Sotilar ekan. Narxi 6.5 mingdan o'tib berishadi. O't bermasdan. 17 ga 18 Cobalt. Mexanika bu. Mexanika kraskamiz 20-30% kraskasi bor ekan. Albatta o'zlaring ustiga ko'rsatib olasizlar. Farg'ona mashina bozorida 8300 dan o'tib berishar ekan.
9200 puli borga 2020-yil Cobalt. Probegimiz 180 ming yurgan, kraskamiz kapotda kraska bor ekan. Farg'ona moshina bozor Cobalt narxlari shunaqa ekan. 178 ming probegda Cobalt. 2019-yil 9 mingdan tushib berishadi. Kraskamiz kapot kiriluvda kraskasi bor. Farg'ona moshina bozor Cobalt narxlari shunaqa. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.